Yana bitta savol, hozirgi kunda ota-onalarni bolalar bilan gaplashishi yoki bolalarga tarbiya berishdagi xatolari nima bo'lyapti? Xafa bo'lib, ham yig'lab gapiradigan mavzu. Birinchisi ijtimoiy tarmoq, ya'ni telefon. Ikkinchi bolaga kuchli ta'sir qilayotgan narsa bu bolani erkalatyapti, yaxshi gapiryapti, bola endi sekin-sekin ota-onadan qo'rqmaslikni boshlayapti. Bolam 5-sinfgacha zo'r o'qigan, endi sekin o'zgarishni boshlayapti va hozirgi kunda Beruniy maktabida faoliyat yuritayotgan insonlar haqiqiy ta'limni egalari. Beruniy maktabida o'quvchini olayotgan havosi bepul xolos. Maktab meni hayotim, oilam meni, oilamning hayoti, bu butun oila a'zolarim bilan men maktabda faoliyat yuritaman. U nafaqat men ayam, dadam, ukamlar, bolalarim, meni turmush o'rtog'im, hammamizni hayotimiz maktabga aylangan. Charchoq bo'ladi, lekin bilasizmi, nimaga men mazza qilaman? Shu o'qish jarayonida maktabda o'qiyotgan shogirdlarimizni, o'quvchilarimizni ko'zidagi quvonchni ko'rsam, men charchoqlanib chiqib ketadi. Mana hozirgi kunda bizda ingliz tili yo'nalishi zo'r yo'lga qo'yilyapti. SAT yo'nalishi ochildi, yangi yo'nalishlar. Bulardagi kichkina o'quvchilarimizni yutuqlarini ingliz tilidan olgan, xalqaro sertifikatlarni, milliy sertifikatlarni olganini men eshitsam, o'zimda haligi xuddi o'zim yoshligimdagi potensialim, yoshligimdagi energiyam yana qaytalanib qoladi-da. Hatto o'zimni o'g'illarimdan ham ko'ra ko'proq menda kuch paydo bo'ladi. Bularni ko'rib, bu eng zo'r xursandchilik, men uchun eng zo'r baxt bu. Nimaga? Chunki maktabda mana bilasizlar o'zlaring, 3 ta tarafi dala. Lekin rezultatga kelganda haqiqiy rezultatni mana shu bolalar qilyapti, ustozlar qilyapti. Mana shu dalada juda ko'p o'quvchi bilan gaplashganimni bildim. Hammasini fikri kelgandan keyin 1 oy yoki 20 kun o'qib, 180 gradusga o'zgargan ekan. Kelganda qo'rquv, bu dalalarda qana o'qiyman. Ota-onalar ham qo'rqadi boshida kelganda. O naryoqdan yo'lni bo'yidan kelibdi, dalalarni bo'yidan kelib, maktabga kelganda umuman boshqacha muhit, boshqacha dunyo, maktab ichiga kirgandan keyin umuman boshqa atmosfera, zamonaviy maktab. Bola baribir hozirgi kunda bilasizmi? Bolaga eng kuchli ta'sir qilayotgan narsa, men juda ko'p ota-onalar bilan suhbatlashaman, aytaman, ikkita narsa kuchli ta'sir qilyapti. Birinchisi ijtimoiy tarmoq, ya'ni telefon. Ikkinchi bolaga kuchli ta'sir qilayotgan narsa bu uni atrofidagi do'stlari. Xo'p, endi ota-ona bilan bola masalan 13 ga kirdi, 14 ga, 15 ga kirdi, 15 yildan beri ota-ona bilan yashayapti. Ota-onani xatti-xarakteri, xulq-atvorini bola mukammal o'rganib bo'ldi. Ayasi, dadasi qattiq gapiryapti, unga tarbiya beryapti. Baribir qachondir qattiq gapirganini yuvish uchun bolani erkalatyapti, yaxshi gapiryapti. Bola endi sekin-sekin ota-onadan qo'rqmaslikni boshlayapti. Bu qaysi davrda? Bolani o'sha boshlang'ich sinfdan katta yoshga o'tayotganda, ya'ni 4-sinf tamomlab 5, 6, 7 ga o'tayotganda juda ko'p bolalarimizda shunaqa narsa kuzatilyapti. Endi unga plus nima bo'lib ketyapti? Ijtimoiy tarmoq qo'shilib ketyapti va uni atrofidagi qanaqadir bir davra unga salbiy ta'sirini ko'rsatyapti. Biz bolani shunaqangi o'tish davrida unga biz o'zimizni maktab tomonidan, ustozlar tomonidan biz o'zimizni ijobiy ta'sirimizni ko'rsata olsak, o'sha paytda bola o'sha davrdan shunday osonlikcha o'tadi-da. O'rtada hech qanaqangi bolani shu maktab davridagi bitta bo'g'inida uzilish bo'lib qolmaydi. O'zbekistonda bilasiz, boshlang'ich ta'lim rosa zo'r rivojlangan. Boshlang'ich ta'limda ustozlarimiz zo'r o'qitishadi. Lekin ota-ona aytadiki, menga kelganda bolam 5-sinfgacha zo'r o'qigan, endi sekin o'zgarishni boshlayapti deydi. Nimaga o'zgaryapti? U ikkinchi muhitga qo'shilib ketyapti-da. Ota-onadan yiroqlashyapti, ijtimoiy tarmoq qo'shilyapti, do'stlar davrasi qo'shilyapti. Boshlang'ich sinfda nima bo'ladi bola? Bola maktabda o'qiydi, to'g'ri uyga boradi. Uyda ota-onasining ko'ziga qaraydi, ota-onaning davrasida bo'ladi. Endi boshlang'ich sinf tugagandan keyin katta sinfga o'tayotganda bolani oldida albatta do'stlari paydo bo'ladi. Har xil do'stlar paydo bo'ladi. Bola sekin erkinlashadi, mustaqillashadi bola. O'ziga nisbatan ozgina bo'lsa ham ishonch paydo bo'lishni boshlaydi bolada. Shu davrda biz ustozlar, ya'ni shu maktab bolani shu muhitga tashlamasdan
o'zimizga shunday qamrab olib, bolani o'sha yo'lda davom ettiradigan bo'lsak, ertaga o'sha bola kelajakda albatta jamiyatimiz uchun manfaatli insonga aylanadi. Juda yaxshi. Ustoz, yana bitta savol. Qishloq sharoitida dalalar yonida qurilgan. Xavfsizlik tomonlama qanday choralar qilingan? Yotoqxona masalalari. Mana bilasizmi? Bu juda ko'p ota-onalar tomonidan beriladigan savol. Men shu maktabni o'zimni tug'ilib o'sgan qishlog'imga qurganman. Va o'zimni shu pedagogika sohasidagi tajribam 25 yil bo'ladigan bo'lsa, 20 yildan buyon shu qishloqda bolalarga bilim berib, ta'lim berib, ularni oliy ta'limga kirishiga hissamni qo'shib kelyapman. Shu bilan bir vaqtning o'zida meni faoliyatim bilan bog'liq ravishda shu qishloqdagi aholi sheka kelib o'qiyotgan bolalarni ma'lum darajada tarbiyalab, ularga mehr ko'rsatib, ularning ota-onalariga yaxshi munosabatda bo'lib, shu mahallamiz ham ta'limga moslashib ketgan insonlari. Masalan, o'quvchilar qanaqadir ish bilan ko'chaga chiqishi mumkin, magazinga borishi mumkin, do'konlarga borishi mumkin yoki dushanba kuni kelayotganda yo'lda kelishi mumkin yoki shanba kuni uylariga ketishayotganda shu bizning qishlog'imiz abituriyentlarni, ya'ni o'quvchilarni mana shu yerda o'ziga qabul qilib, ularni qanaqadir qaysidir ma'noda ularga tarbiya ko'rsatib, ularga mehr ko'rsatib, shunga bizning qishlog'imiz ham moslashgan. Endi bu asosiy masala. Endi bundan tashqari hozirgi kunda mana davlatimiz tomonidan olib borilayotgan ta'limga oid islohotlar, yoki bo'lmasa yoshlarga bo'lgan shu davlatimiz tomonidan yoshlarga ajratilayotgan bir xavfsizlik choralarini qo'llash, bu shularni islohotlarni samarasi natijasida biz Beruniy maktabi, Milliy gvardiya xodimlari va ichki ishlar xodimlari bilan, ya'ni shu ikkala nazoratchi tashkilotlar bilan bizni shartnomamiz bor, kelishuvimiz bor. Ular 24 soat davomida, ya'ni soat qilib aytadigan bo'lsak 24 ga 7 ular bizni xavfsizligimizni, o'quvchilarimiz xavfsizligini ta'minlashga ular yordam berishadi. Mana xohlagan paytda keling, bizda maktabimizda mana kirish eshiklarining oldida yo Milliy gvardiya xodimi turadi yoki ichki ishlar xodimi 24 soat davomida turadi. Bundan tashqari bizda xavfsizlik tizimi maktabimiz to'liq atrofi temir panjaralar bilan bekitilgan. Maktabimizning ichida 120 dan ortiq kuzatuv kameralari bor. Hali sodda qilib aytganda bolalarda har bitta xatti-harakati 100% nazorat ostida. Hattoki maktabdan chiqib uylariga ketayotganda ham mahallamiz ham, ya'ni qishlog'imiz ham kuzatuv kameralar bilan jihozlangan. Mahallamizga, qishlog'imizga begona boshqa mahallalardan haligi bekorchi bolalar kelib qolmaydi. Qizlarimizga, yigitlarimizga nisbatan tashqaridan hech qanaqangi bir ularni ta'lim olishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi hech qanaqangi faktorlar yo'q. Xavfsizligi 100%. 20 yildan beri shu qishloqda faoliyat yuritayotgan bo'lsam, shu kungacha o'quvchilarimiz bilan bog'liq jinoyat ishlari bo'lmagan. Qoidabuzarlik, qonunbuzarliklar bo'lmagan. Bolalarimiz, o'quvchilarimiz bilan bog'liq birorta ko'ngilsiz hodisalar bo'lmagan. Bundan buyog'iga ham ilohim bo'lmasin. Bu natijaga qanaqa erishgansiz? Siz maktabga shunday yo yaxshi-yaxshilarni terib olasizmi yokida hamma o'quvchini olib, bitta tarbiya ham, ta'lim ham berib shunaqa o'zgarishlar qilganmisiz? Xo'sh, zo'r savol berdingiz, qiziq savol. Albatta shu darajaga erishish o'zidan o'zi bo'lmaydi. Har qanday muvaffaqiyat orqasida tinimsiz mehnat, mashaqqat, uyqusiz tunlar, yo'lingizdan chiqadigan har xil to'siqlar, endi ularni aql bilan, sabr bilan, mehnat bilan yengib o'tasiz, keyin muvaffaqiyatga erishasiz. Yana bitta xalqimizda maqol bor. Nimagadir erishish uchun nimadandir voz kechish kerak. Maktab, Beruniy maktabini shu darajaga yetkazish, shu cho'qqiga chiqarish uchun biz asosan nimadan kechganmiz? Biz o'zimizni mashaqqatdagi ustozlar, biz huzur halovatimizdan kechganmiz. Biz o'zimizni tanamizni rohatlanishidan kechganmiz.
biz o'zimizni uyqularimizdan kechganmiz. Kerak bo'lsa 2 soatlab, 3 soatlab uxlab bolalarga biz bilim berganmiz. Va bundan tashqari o'zimizni bilimimizni tinimsiz ravishda ko'paytirib borganmiz. Kitob o'qiganmiz. Va bundan tashqari bolalarimiz, o'quvchilarimiz natijaga erishsin deb ularga paytida ota bo'lganmiz, paytida do'st bo'lganmiz, paytida ona bo'lganmiz, yana paytida ularni eng yaqin sirdoshi bo'lganmiz. O'quvchilarimiz bizni yil yakuniga borganda juda ko'p kuzatiladi, dada deb chaqirishib boradi. Bu tabiiy hol. Shu darajaga shunaqangi mashaqqatlar bilan biz erishib chiqqanmiz. Endi savol doirasida aytib ketdingiz, yaxshi bolalar terib olinadimi Beruniy maktabiga yoki Beruniy maktabi shu yaxshi natijalarga erishish uchun oldin qanaqadir bola fundament baza bilan keladimi degan savolga javob. Biz Beruniy maktabi bamisoli dehqonmiz deb o'ylayman-da. Dehqon urug'ni olib yerga ekadi. Yerga ekadi, bahorda yoki bo'lmasa kech kuzda yerga ekadi. Ekkan urug'ini yillar davomida yoki oylar davomida parvarish qilib o'shani hosilini, agar u 1 yillik o'simlik bo'ladigan bo'lsa, uni hosilini, bahorda ekkanning hosilini kuzda yig'ib oladi. Agar u uzoq yillik daraxt ekayotgan bo'lsa, uni hosilini bilasizmi, 3 yilda ko'rar, 5 yilda ko'rar, 10 yilda ko'rar. Biz bamisoli dehqonmiz. Biz 11-sinf bolasini qabul qilsak, bizga u 1 yillik o'simlik. Biz unga 1 yil mehnat qilamiz va uni hosilini yilda 2-yil yeymiz. Agar 10-sinf bolasi keladigan bo'lsa, u bizni 2 yillik o'simligimiz. U bizga hali ko'chat emas, u urug' u. Tushunyapsiz? Uni yerga hamda ko'mib qo'yamiz. Endi ko'chat bo'lsa qaysidir darajagacha chiqqan bo'ladi-da. Bizga u o'sha yetishtirayotgan hosilimizni biz noldan boshlab olamiz. Va albatta o'sha noldan bilim olayotgan bola, Beruniyga kelib noldan ta'lim tarbiya olayotgan bola haqiqiy Beruniyni sodiq va Beruniyni ruschasiga aytganda radnoy o'quvchisi bo'ladi. Demak, ustoz, Beruniyga kelgan bola aniq o'zgarib ketadi. 100% hech narsa yo'q. Inson qo'li bilan yaratilgan hech bir narsa mukammal emas degan gap bor. 100% o'zgaradi deya olmayman, lekin bizda tarbiya tomonidan, bilim tomonidan, salohiyat tomonidan kamchiligi bor bolalarni birortasiga kelib qaytib ketmaydi. Agar uni oilaviy tomondan muammosi bo'lmasa, sog'lig'ida muammosi bo'lmasa, biz albatta shu o'quvchini o'zini ko'zlagan manziliga yetkazib qo'yamiz. Juda yaxshi, ustoz. Hozir aytdingiz, biz bamisol dehqonmiz dedingiz. Endi hamma ko'chatda ham bir xil bo'lib unavermaydi-ku, har xil ko'chatlar bor. Unga dehqonning tajribasi kerak bo'ladi. Sizlarda ustozlar qanaqa? Qanaqa olasiz ustozlarni yoki ishga? Zo'r savol. Beruniy maktabini boshqa maktablardan farq qiluvchi birinchi jihati nima desa, men aytamanki, Beruniy maktabini asoschilari va hozirgi kunda Beruniy maktabida faoliyat yuritayotgan insonlar haqiqiy ta'limni egalari, haqiqiy ta'limni fidoyilari. Shaxsan men 25 yillik tajribaga ega bo'lsam, meni yonimda shu Beruniy maktabiga asos solgan qolgan ustozlar, mendan keyingilari 18 yil, 15 yil, uning ichida 20 yillik tajribaga ega bo'lgan haqiqiy o'zini kasbini, o'zini sohasini professional insonlar. Ular hozirgi kunda bilsangiz, muvaffaqiyatga bitta insonni o'zi erisha olmaydi. Oddiy aytishimiz mumkin, bitta sportchi, bokschi deylik, u bokschi o'sha jang maydoniga chiqib, necha raund raqibi bilan jang qiladigan bo'lsa, erta ikkita jangchi bir bilan urushyapti, lekin o'sha ikkala jangchini orqasida unga qancha inson mehnat qildi. To'g'ri. Beruniy maktabi
bilasizmi, bu qancha insonlarni mashaqqatli mehnatini evaziga qurilgan va o'sha haqiqiy fandi fidoyilari hozir ham men bilan yonma-yon yelkama-yelka turib ishlashyapti. Bu Beruniyni boshqa barcha maktablardan eng katta farqi. Demak, o'zini kasbini sevadigan insonlar bilan birgasiz. Albatta, sevadi, nafaqat sevadi. Shu o'zini kasbi, ya'ni jamiyatimizni yoshlariga bilim berish, ta'lim berish, tarbiya berish, ularni hayotda jamiyat kelajak liderlarga aylantirish bu yerdagi barcha ustozlarning hayotiga aylangan. Men o'quvchilar bilan ham gaplashdim. Mana hozir soat kechki 8:30-9 bo'lyapti. Beruniy maktabida darslar ertalab 6 dan 11 gacha, 12 gacha cho'zilib ketar ekanda. Lekin bolalar majburiy o'qitilmas ekan. Ular shuni xohlashyapti. Bolalarga bu qanaqadir og'irlik qilmaydimi? Juda ham o'rinli savol berdingiz. Bizda darslar ertalab soat 6 dan boshlanadi va kech 22:00 da biz o'quvchilarni hozirgi zamonaviy yo'qlamadan o'tkazish tizimi, ya'ni elektron bazamizda Face ID'ni o'tkazib 22:00 dan chiqarishni boshlaymiz. Hisoblasangiz, o'quvchi 16 soat davomida maktabda bo'lishi kerak deb tushunamiz. Endi ertaman 6 da chiqdi o'quvchi, ertaman 6 da chiqqan o'quvchi ertaman nonushtasini qilib chiqadi. Agar nonushtasini qilib ulgurmagan bo'lsa, o'zimizning maktabimizda mana oshxonamiz bor, hamma sharoitlar yaratilgan. Ozgina bitta masalan kofe bilan yoki bitta choy bilan bitta shirinlik yeb olish mumkin yoki yengil ovqatlanib olish mumkin. Shu bilan soat 12 ga bola shatda bo'ladi. Bu degani soat 6 dan 12 gacha, ya'ni 6 soat davomida xonada o'tiradi, partada o'tirib kitob o'qiydi degani emas. Belgilangan dars jadvali asosida o'sha darslarga kiradi. Masalan, obedkadur 3 ta dars bo'ldi. 3 soat degani, masalan, ingliz tili, matematika va tanqidiy fikrlar 3 ta dars bo'ldi. Endi shu 3 ta darsimizga 6 soat ketayotgan bo'lyaptimi? Endi har bitta darsimiz o'rtacha 1 soatdan bo'ladigan bo'lsa, 3 soat bo'ladimi? Mana bu darslarda oraliq vaqti bo'sh vaqt bo'ladi bolani. Bolaga bo'sh vaqt ajratiladi. O'sha paytda nima qiladi? Bola berilgan vazifani bajaradi. Biz o'quvchilarimiz uyga vazifa qilgani kirmaydi yoki yotoqxonaga kitob o'qigani kirmaydi. Yotoqxonaga shunda o'zi ketadi. Yotoqxonaga uxlagani kiradi xolos. Endi 12 ga 3 ta dars o'tdi. 12 dan boshlab biz bolalarga yozda hozirgi yoz mavsumida yozgi loyihamiz bo'yicha 12 dan boshlab 15:00 gacha biz bolalarga dam olish vaqti qilib ajratganmiz. 12 da bolalar maktabdan chiqadi, yotoqxonasiga kiradi, ovqatlanadi, soat 15:00 gacha uxlab, damini olib, yangilanib, yotoqxonasida bir miyasini dam oldirib, soat 15:00 da chiqadi. Ba'zi bir o'quvchilarimiz bor, obedda ham kiradida 15 minut 20 minut obedini qilib qaytib chiqadi. Nimaga? U shu sharoitga moslashib bo'ldi. U muvaffaqiyatga erishish uchun ko'p narsalardan vaqtinchalik voz kechib turish kerakligini biladi. Endi soat 15 dan boshlab darslarimiz hozirgi kunda 19 gacha davom etadi. Endi o'rtada ne soat bo'lyapti endi? 15 dan 19 gacha 4 soat vaqt bo'lyapti. 4 soatda yana bola dars o'tadi. Biz 19 da javob beramiz kechki ovqatlanish uchun. Endi 20 da soat 20 da yana kirish bo'ladi. Xo'sh, mana agar hisoblaydigan bo'lsangiz, o'rtada 3 soat bolaga dam olish vaqti beryapmiz. Yana 1 soat ovqatlanishiga beryapmiz. Undan tashqari maktabda bo'layotgan vaqtda ham mustaqil o'zini ustida ishlab vazifalar qilish uchun biz vaqt ajratib beryapmiz bolaga. Maqsad nima? Maqsad bola ta'limni ichida ko'proq yursin. Mumkin ertaman darsingiz 8 da boshlab, soat 1 ga dars o'tib qo'yib, abitdan keyin bolani chiqarib yuborish mumkin. Bu naba aksinchasiga maktab uchun, maktabdagi ta'lim berayotgan, dars o'tayotgan o'qituvchilar uchun yaxshi. Nimasi yaxshi? Yelkadan mas'uliyat ketadi. Bolani Beruniy maktabida soat ertalabki 6:00 dan kech soat 22:00 gacha ushlab, uni band qilib, unga bilim berib, unga tarbiya berib turish juda ham katta mas'uliyat bu. Albatta. Juda ham katta javobgarlik bu. Bola kasal bo'lib qolishi mumkin.
bola qorni och bo'lishi mumkin, bola uxlab qolishi mumkin, bola charchashi mumkin. Lekin bizga kelgan bola boshida juda qiynalsa, 3 yil qiynaladi. Bir haftaga bormaydi-da, moslashadi. Albatta moslashadi. Hali maqol borki, olmani ko'rib qizaradi deydi-ku. Yonidagi sherigini ko'radi-da, o'qishim kerak ekan deydi. Ota-onasidan ajralib keladi, musofirchilikni his qiladi bola. Biz doim uqtiramiz. Mashhedda, ya'ni Beruniy maktabida o'quvchini olayotgan havosi bepul xolos. Kelyapti, yo'lkara qilib kelyapti. Ota-onasini mehnati, ovqatlanyapti. Ota-onaning mehnatiga bilim olyapti, maktabga to'lov qilyapti. Ota-onaning mehnati, daftar olyapti, ota-onaning puli, ruchka olyapti, ota-onaning puli. Hamma yo'qi ota-onaning hisobidan bo'lyapti. Bolaga biz birinchi navbatda shuni tushuntiramiz. O'quvchi buni tushunadi, his qiladi. Ota-onasidan ajraladi ma'lum bir muddat. Ota-onasi qilib bermagan boshqa insonlar qilib bergan ovqat yeydi. Uydagi yumshoq to'shaklari bo'lmasligi mumkin. Yoki uyda eng yaxshi ko'rgan televizori, qo'lidagi har xil telefon apparatlari bo'lmaydi bu yerda. Bola endi nima qiladi? Bolani yagona qiladigan ishi faqat o'qish bo'ladi. Faqat bilim olish bo'ladi. Faqat rezultat qilish kerak bo'ladi. Qaytib o'zini qishlog'iga qanaqa yuz bilan boraman degan bolani yelkasida yuk paydo bo'lishni boshlaydi. Hamma o'rtalarim bir sertifikat olyapti, hamma o'rtalarim IELTS olyapti, rezultat qilyapti. Beruniy maktabida men qanaqadir muvaffaqiyatga erishsam, ota-onamni chaqirib 1300 ta bolaning ichida domlalarim ota-onamga rahmat aytishni men xohlayman. Qolgan o'rtalarimni ota-onasini chaqirib rahmat aytayapti degan mas'uliyat bolaning yelkasida doim bo'ladi. Biz hech qachon majburlamaymiz bolani. Hech qachon majburlamaymiz. Bola o'zida paydo bo'ladi, o'zini yuragidan chiqadi shunaqangi intilish. Yana ko'pchilik savol beradi, bolaga nima motivatsiya? Bolaga Beruniy maktabdagi ustozlarning o'zi motivatsiya. Chunki bizning maktabimizda barcha ustozlarimiz moddiy tomondan, ma'naviy tomondan, axloqiy tomondan, jismoniy tomondan, ma'naviy tomondan, oilaviy tomondan har tomonlama yetuk, hammaga namuna bo'la oladigan ustozlar. Bularning o'zi, ustozlarning o'zi o'quvchilar uchun motivatsiya. Ko'rdim, juda ham hammalari yaxshi. Agar siz aytgan fikrlar bo'lmasa ham bitta bu muhitda o'qigandan keyin albatta menimcha u bolani o'zida ham u narsalar shakllanib ketsa kerak. Albatta. Dunyo qarashi o'zgarib ketar ekan. Albatta. Birinchi o'rinda nima paydo bo'ladi, bilasizmi? Bolada birinchi o'rinda oilasiga bo'lgan mehr paydo bo'ladi. Mas'uliyat tushar ekanda yelkasiga. Ota-onani his qiladi. Ota-onani his qiladi. Men o'zim 7-sinfligimda musofirga chiqib ketganman. Nima uchun? Bilim olish uchun. Men bilasizmi? Litseyda o'qiyotganimda qiynalganimni o'tirib olib yig'lardim. Men muvaffaqiyatga erisha olmasam, oliy ta'lim dargohiga kira olmasam, mahallaga qaysi yuz bilan boraman derdim. Shunaqa yelkamda yuk turardi. Qiynalganimda aytardim. Meni shu qiyinchiligim ertaga muvaffaqiyatga erishsam, otam bilan onamni xursandchiligini oldida hech narsa emasdir. Mayli, men qiynali, men mashaqqatchiki, meni orqamdan ertaga otam bilan onam faxrlansin, xursand bo'lsin. Men qiynali, ertaga oliy ta'limga kiray, meni orqamda turgan ukalarim, akam oliy ta'limga kirdi deb faxrlansin. Ularning faxri, ota-onamning menga bo'lgan ishonchi, ota-onamning xursandchiligini oldida menga qiyinchilik u qiyinchilik emas. Men ota-onamning quvonchi uchun har qanaqangi qiyinchilikka men tayyorman. Beruniy maktabidagi barcha o'quvchilar ota-onasini ustozlar tomonidan rahmat eshitishini oldida hamma qiyinchilikni chekka surib qo'yishadi. Va yaxshi o'qishni boshlashadi. Albatta. Beruniy maktab o'zi qanaqa yo'nalishlarda o'rgatadi? Jarayon qanaqa ketadi? Beruniy xususiy maktabida barcha yo'nalishlar hozirgi kunda faoliyat yurityapti. Ya'ni 2018-yilgacha faqat tabiiy yo'nalish edi. Sabab men biologiya o'qituvchisiman, yonimda o'sha
shogirdlarim, ukamlar, ximiya ustozlari bo'lgan 2018-yildan boshlab biz tabiiy yo'nalishdan tashqari aniq fanlar yo'nalishi, matematika, fizika, ijtimoiy fanlar, huquq, tarix, xorijiy yo'nalishda ingliz tili, rus tili va bundan tashqari hozirgi zamonaviy fanlar, SAT yo'nalishimiz, xalqaro yo'nalishlarga biz asos solib, hozirgi kunda barcha yo'nalishlarimiz birdek faoliyat yurityapti. Hamma yo'nalishimizda hozir aytganimdek o'zini kasbini haqiqiy egalari, mutaxassislari, professionallar ishlaydi. Har bittalari natija uchun faoliyat yuritadi va ularni o'qitayotgan o'quvchilarini, hamma yo'nalishdagi o'quvchilarimiz hozirgi kunda o'zini egallagan bilimlari bilan mahalliy va xalqaro sertifikatlarni qo'lga kirityapti. Bu degani qo'lida sertifikati bor, u oliy ta'limga kira oladi degani. Bizda hamma yo'nalish birdek o'qitiladi hozir shunda. Juda yaxshi ustoz. Ota-onalarda savol bo'lishi mumkin. Meni o'zimga ham hozir savol kelib qoldi. Odatda bizning o'zbek xalqimiz bunaqa narsaga shakllanib qolganda, qaysidir maktab bo'ladigan bo'lsa, bitta maktab o'sha yo'nalishda bitta chuqurlashtirib, bitta fanni o'qitiladi. O'sha tushuncha bor. Masalan, misol biologiya, ximiya yoki matematika, endi Beruniy maktabida hamma yo'nalishlar mukammal qilingan ekan, yo'nalishlar bo'yicha o'qitiladi deb aytyapsiz. Bularni mukammal bo'lishiga qanaqa choralar, qanaqadir taktikalar qo'llaganmisiz jarayonda? To'ppa-to'g'ri. Shu mavzuda bugun bitta podkast ko'rdim. Ta'lim fidoyilarini podkasti. U podkastda aytilyaptiki, bitta maktab bitta sohaga yo'naladi deyapti. Xo'p, endi shu podkastda ishtirok etayotgan insonlar ham ta'limli odamlari. Men shu darajaga chiqishni birinchi sababi shu yo'nalishdagi fidoyi ustozlarni jalb qilganim va Beruniy maktabi bu hudud jihatdan, ya'ni maydoni kattaligi. Men agar Beruniy maktabi kichkina joyda 300 o'rinlik, 500 o'rinlik maktab bo'lganda, men va Beruniy maktabining asoschilari bu narsani biz yo'lga qo'ya olmasdik. Chunki masalan hozirgi kunda tabiiy yo'nalishda 400 ta bola bor desak, ingliz tili, ya'ni hozirgi zamonaviy xalqaro yo'nalishimizda 300 ta bola deydigan bo'lsak, ekalasini qo'shsangiz 700 ta bo'ladimi? Uning ichida matematika yo'nalishimiz bor, huquq yo'nalishimiz bor. Har bitta yo'nalishda 300 tadan bola bo'lgan taqdirda ham 5 ta yo'nalishda 1,5 mingta bola bo'lishi kerak. Endi 1,5 mingta bola degani hozirgi kundagi o'rtacha 3 ta yoki 4 ta maktab degani. To'g'ri. Hudud jihatdan. Bizi yutuq tomonimiz birinchidan o'sha yo'nalishda haqiqiy fidoyi professional ustozlarini maktabda jamlaganimiz birinchisi. Ikkinchi asosiy shuni sababchisi bizi Beruniy maktabini hudud jihatdan kattaligi, ya'ni maydonimiz kattaligi. Shuncha o'qituvchini va shuncha o'quvchini qamrab olganligi. Bu o'z-o'zidan nimani keltirib chiqaradi, bilasizmi? Bu o'z-o'zidan har xil yo'nalishlar o'rtasidagi va har xil ustozlar o'rtasidagi, har xil o'quvchilar o'rtasidagi kuchli raqobatni keltirib chiqaradi. Sog'lom raqobatni keltirib. Kuchli, sog'lom raqobatni keltirib chiqaradi. Masalan, tabiiy yo'nalishda zo'r ustozlar ishlaydi. Tabiiy yo'nalishda zo'r ustozlar ishlayapti-da, o'qitayotgan o'quvchilarga hammasi qatorasiga sertifikatlarni oldirib qo'yapti. Endi nima qiladi? Ijtimoiy yo'nalish ham qarab o'tirmaydi-da. Ijtimoiy yo'nalishlar ag'iga keyin o'zimiz sodda jayda tilda aytganda gazni bosishni boshlaydi. Uni orqasidan qaysi yo'nalish ishga tushadi? SAT yo'nalishimiz ishga tushadi. Ingliz tilichilar ishga tushadi. Deydi. Tabiiy yo'nalishdagilar hamma sertifikat oldiryapti deydi. Kamoliddin Nomlali oldi, biz xijolat bo'lib qolyapmiz deydi-da. Shunaqa yo'nalishlarda ichida raqobat paydo bo'ladi. Endi tasavvur qiling, kimdir ingliz tilidan yuqori natijaga erishdi, masalan, 7-sinfda IELTSdan 7 olib qo'ydi. O'zimizdagi bo'layotgan bor jarayon. 7-sinfda IELTSdan 7 oldi.
Endi ingliz tili o'qituvchisiga ochkomi? Aha. Ha, matematika o'qituvchisi endi nima qiladi? Matematika o'qituvchisi SATdan, SATdan 7-sinfda emas, men 6-sinfda oldiraman deydi-da, ingliz tilini ustozdan men o'taman. Ha. Ko'ryapsizmi? Ximiya domlasi oldirdi, orqasidan fizika domlasi oldirishni boshlaydi. 1,5 mingta bolani ichida fizika domlani o'quvchisi o'rtaga chiqib, rahmatnomani olib, ota-onasini chaqirtirib, biz ota-onasiga rahmatni aytib, qo'liga pul mukofotlarni bersak, ota-onasi kelib rahmatlar deyishsa, ingliz tilida, tabiiy yo'nalishda, huquq yo'nalishida o'qiyotgan bolalar haligini ko'rib havas qilmaydimi? Ular ham o'qishni boshlaydi. Albatta. Ko'ryapsizmi? Hamma narsani faqat yaxshi tomonini ko'rib, o'shanga qarab biz shu maktabimizni shunga moslashtirganmiz. O'zi ustoz qabul qanaqa ketyapti hozirgi paytda? Qabul jarayonlari haqida gapirib bering. Qabul jarayonimiz hozirgi kunda xo'p bizda bilsangiz maktabimiz natijaga asoslangan maktab. Lokatsiya jihatdan Toshloq tumani Qamchipurush MFYni eng chekka qishlog'ida joylashgan. Ya'niki lokatsiya jihatdan juda ham noqulay. Lekin bizga haqiqiy oldiga maqsad qo'ygan, kelajakda oldiga qo'ygan maqsadiga erishish uchun har qanaqangi mashaqqat, qiyinchiliklarni yengib o'ta oladigan irodasi kuchli o'quvchilar keladi. Va shunaqa o'quvchilar hozirgi kunda qabulimiz jadalli bilan ketyapti. Bitiruvchilarimiz soni hozirgi kunda 300 ga yaqin. 300 ga yaqin. Ular 300 ga yaqin o'quvchimiz chiqib ketadi. Qabul jarayonimiz hozir 300 dan oshdi. 300 dan oshdi. 300 dan oshdi. Bu degani biz stabil holga kelib bo'ldik hozir. Ya'ni bitiruvchilarimiz chiqib ketadi. O'shalarda uni qoplanib bo'ldi. Aslida biz hozir o'quvchini qabul qilmasak ham, bizda hali oddiy qilib aytganda limit to'ldi. Hozir qaysi oyda turibmiz? Mana bugun iyun oyining nechinchi sanasi? 19-iyunni limitimiz to'ldi. Ya'ni bizda 1300 ta bola hozirgi kunda bor. 300 tasi chiqib ketadi. Ularni biz hozir elektron bazamizdan o'chirdik. Ularni bitiruvchilarni o'rniga qabul qilindi. O'tgan yilgi stabil holatga chiqdik. Hali oldinda 1,5 oy, 2 oy sentyabrgacha yana 1,5 oy vaqt turibdi. Bo'ldi menda boshqa o'quvchi olinmaydimi? Xo'sh, haliginda aytganim yana orqadagi ota qurilish ketyapti. Imkoniyatimiz bor. Bizga bu kasbimiz, bizga shuni Xudoy taolo yelkamizda ko'targanimiz uchun shu yukni berdi. Biz shu imkoniyatimizni, maktabimizni sig'imini kengaytiryapmiz. Sentyabr oyiga maktabimiz yana maydon jihatdan kengayadi, sinfxonalarimiz soni ortadi. Biz hali sentyabr oyi kelmasdan turib, bir yil o'quvchilar sig'imi, o'quvchilar soni yangi qabulga ko'pligini inobatga olgan holda yangi professional ustozlar bilan biz pedagogik jamoamizni kengaytirib bo'ldik. Biz yana hozirgi kunda mana 1300 deydigan bo'lsak, biz yana 700 ta bolani qabul qilishga tayyormiz. Biz albatta ularni qabul qilamiz. Bizi hayotimiz shu ta'lim, bilim berish. Berganda ham mukammal bilim berish. Jamiyatimizga foydali insonlarni yetishtirib chiqarish. Qana qilib olmaysiz? Qana qilib men hazm qila olmayman? Qana qilib sizni bolangiz imtihondan o'talmadi deyalasiz? Qana qilib? O'qiyman deb turgan bola, ko'zi yonib turgan bolani qana qilib, yo'q men o'qitmayman deyalasiz? Ilm istab kelgan insonni ko'kragidan qana qilib itarasiz? Yo'q, ilm bermayman deb. Biz qabul qilamiz. O'zimizdagi ilmimizni biz jonimiz tanimizdan chiqqunicha biz tayyormiz berishga. Beruniy maktabini hozirgi kunda ikkita filiali bor. Bu birinchi filialimiz qishloqda joylashgan, 5-8-sinflar uchun mo'ljallangan. Bu yerda o'quvchilarimiz respublikamizning turli viloyatlardan kelib, yotoqli sharoitda 24 soat shu o'zimizning nazoratimiz ostida bilim olishadi. Ikkinchi filialimiz hozirgi kunda
Toshloq tumani markazida joylashgan. Boshlang'ich sinflar uchun bu filialimiz ham ochilganiga uzoq yil bo'lmagan bo'lsa-da, hozir katta muvaffaqiyatlarga, katta yutuqlarga erishib ulgurdi. U filialda ham hozirgi kunda biz qamrovda bizga tushayotgan talab va o'quvchilar oqimi ko'pligini inobatga olib, filialimizni ham maydonini va o'quvchilar sig'imini, quvvatini oshirish ustida yangi loyihalar olib boryapmiz. Albatta yaqin kunlarda bu maktabimiz kichik bo'lishiga qaramasdan kengaytiramiz va etga ham to'liq sig'imda o'quvchilarni olib bilim berishni boshlaymiz. U maktab misol ustoz mana bunaqada ko'p maktablar filial bo'lsa fransiza beradida kimgadir qaysidir biznesmenga o'tib ketadi. U filialga kim qaraydi? Yaxshi, zo'r savol berdingiz. Bilasiz, biz oilaviy pedagoglar biz, bitta ukam vrach. Eng asosiysi meni yonimda turib, men bilan birga ishlaydiganlar o'zimni eng yaxshi ko'rgan va eng birinchi shogirdlarim. Ular meni tanamni bitta qismiga aylangan. Nafaqat ular. Beruniy maktabiga kelgan har qanaqangi xodim, u pedagog bo'ladimi, texnik xodim bo'ladimi, oddiy qilib aytganingizda tozalik farishtalari deymiz, opalarimiz bo'ladimi, hammasi bizga vafodor insonlar. Ular birinchi o'ringa qo'pol qilib aytganda moliyaviy manfaatdorlikni qo'yib kelmaydi ular. Ular Kamoliddin domla bilan birga ishlashni havas qilib kelishadi. Chunki Kamoliddin domla hozirgi kunda qanaqa muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa, mehnatining orqasidan erishyapti. Alloh shunga yuqtirdi, Alloh shunga loyiq ko'rdi. Ertaga men ham shu insonlar bilan birga bo'lsam, men ham shularning darajasiga chiqaman degan bir havas bilan keladi. To'g'ri. Filialimizdagi ustozlarimiz erta hozirgi kunda ta'sischi o'zim, ijrochi direktor qilib o'zimni ayolim qo'yganman. U ham 20-22 yillik pedagogik tajribaga ega, fan fidoyilaridan universitet tamomlagan, oliy ma'lumotli magistraturasini bitirgan, chet ellarda malaka tajribalar oshirib kelgan. Qolgan ertagi boshlang'ich sinf ustozlarini ham biz bir nechta ustozlarning ichidan alohida saralab imtihon asosida qabul qilganmiz. U yerdagi ustozlarimiz ham pedagogik tajribasi juda ko'pchiliginiki boshlang'ich sinflarimizniki 20 yildan yuqori. Endi kaminiki ham 10 yildan yuqori. Chunki boshlang'ich sinflarda bilasiz, ko'proq tajriba muhim rol o'ynaydi. Boshlang'ich sinf ustozlarimiz ichida yosh ustozlarni ham olganmiz. Zamonaviy yoshlar deyman ularni. Ular ustoz shogird an'anasi bo'yicha shu tajribali ustozlar bilan birgalikda ular faoliyat yuritishadi. Ya'niki bitta boshlang'ich sinfga kerak bo'lsa biz 4 tadan ustozni biriktirganmiz. Bitta tajribali ustoz, uni yonida 2 ta yoki 3 ta yosh ustozlar. Qarang. Bu yerda agar siz moliyaviy manfaatdorlikni o'ylaydigan bo'lsangiz, bitta sinfga juda bo'lsa 2 ta o'qituvchi olib qo'yasiz. To'g'ri. Biz unaqa qilmaymiz. Albatta u yerda ham natija bo'ladi. Hozir mana u maktabda ham sig'im o'zimizni sig'imimizdan ortyapti o'quvchilar soni. Hozir aytganimdek, sinflar yetmayapti. Nimaga? Ota-ona qachon olib keladi bolasini? Rezultat bo'lsa olib keladi. Albatta. Maktabingiz rosa chiroyli qilib qo'ying, maktabda natija bo'lsa olib kelmaydi ota-ona. To'g'ri. Maktabingiz o'rtacha bo'lsin, bino o'rtacha bo'lsin, xonalar remont o'rtacha bo'lsin, rezultat zo'r bo'lsin, o'qituvchilar zo'r bo'lsin, ota-ona olib keladi bolasini. Qayerda bo'lsa ham topib keladi. U maktabda ham, bu maktabda ham. Lokatsiyani ahamiyati yo'q, olib keladi. U maktabda nechinchi sinfdan nechinchi sinfgacha o'qitiladi? Qanaqa gruppalar bor edi? Hozirgi kunda ikkita filialimiz deyapmiz. Birinchi filialimiz
bu o'zimizni qishlog'imizda joylashgan. Asosiy filialimiz. Birinchi filial, ya'ni katta filialimiz 5-11 sinflar uchun. Ikkinchi filialimiz boshlang'ich sinflar uchun, ya'ni 1-sinfdan 5-sinfgacha. Endi 5-sinfgacha o'qiydi o'quvchi, biz birinchi filialga ularni jalb qilamiz. Birinchi filial bilan ikkinchi filial orasi uzoq emas, 3 kilometr bor. Har doim ustozlar, ayniqsa mana matematika ustozlarimiz, ingliz tili ustozlarimiz, ESET ustozlarimiz o'zaro hamkorlik asosida almashinib o'qitiladi. Masalan, haftada o'sha 2 kun filialga, bu yerdagi birinchi filial ustozlari borib ingliz tili, matematika asosiy fanlarda o'tib kelishsa, haftada 2 kun bizda transport xizmati juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Biz ikkala maktabdagi o'quvchilarni birinchi filialdagilarni ikkinchi filialga, ikkinchi filialdagilarni birinchi filialga biz transport orqali, avtobuslarimiz orqali olib kelib, bilim malakalarini oshirib boramiz. Bu narsa biz uchun muammo emas. Demak, hamkorlikda ishlaydi ikkala maktab. Albatta. Rus sinflari ham bormi? Boshlang'ichda rus sinflarimiz bor, lekin birinchi filialimizda 5-11 sinflarimizda rus sinflarimiz yo'q. Bizi loyihamizda bor. Ingliz tili sinflari ochamiz. Agar biz shu kadrlarimizda hozir ozgina ingliz tili bo'yicha kadrlarimizni biz to'liq yetishtirib olsak, hamma fanlardan ingliz tili o'qituvchilarimiz bor, lekin qolgan fanlarni rus tilida emas, ingliz tilida o'taydigan biz kadrlarni qilib olishimiz kerak. Ingliz tili sinflar ochamiz. Yana bitta savol, hozirgi kunda ota-onalarni bolalar bilan gaplashishi yoki bolalarga tarbiya berishdagi xatolari nima deb o'ylaysiz, ustoz? Shu mavzuga keyingi suhbatimizda oydinlik kiritsam bo'ladimi? Hozir gapiraman. Bu chunki juda ham katta mavzu. Men ham xafa bo'lib, ham yig'lab gapiradigan mavzu. Ham xursand bo'lib, kulib gapiradigan mavzuda ikki xil emotsiyada gapirish kerak-da bunda. Samimiy suhbat uchun rahmat. Sizga ham rahmat.